1938-yil 4-oktyabr O'zbekiston tarixida musibat bilan eslanuvchi kun. Qonxo'r diktator Iosif Vissarionovich Stalinning qattol rejimi ostida millionlab insonlar surgun qilindi, qamaldi. Millionlab insonlar esa shunchaki otib tashlandi. Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ham shu o'lim mashinasining qurboni bo'ldi. Aytishlariga qaraganda, o'sha paytlarda haddan ziyod ko'p insonlar o'limga hukm qilinganidan, yozuvchi va shoir Cho'lponga navbat kelganida jallodlarni o'qlari tugab qoladi va bu inson qiyofasidagi iblislar shoirni bolta bilan chopib tashlaydi. Qarsaklar chaldi o'zbek, Cho'lponni boltalashdi, bashalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoyinlar kunni tug'di, she'riyat quyoshi botdi, boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgan Turkiston, bo'la olmadim posponing, kechir men qarab turdim, qaqradi bog'